Bismillahirrohmanirrohim. Jismoniy shaxslarning daromad solig'ini hisobotini yuborish. Buning uchun Google Chrome'ga kiramiz. Tepasiga my.soliq.uz yozamiz, kiramiz. Kirganimizdan keyin mana yuridik shaxslar uchun shaxsiy kabinetiga kiramiz. Ba'zida mana shunaqa ключ ochmay qoladi. Uning uchun anaqa ish ko'ramiz. Mana e-imzoga kirib oramizda. Mana bu yerda e-imzo paydo bo'ladi. Chrome'ga kirib mana bu joyiga bosib, mana narsani yoqib qo'yamiz. Bu narsa paydo bo'lgandan keyin mana bu yerga obnovit qilib olsak, ключ ko'radigan bo'ladi. Yana obnovit qilib olamiz. Mana ключ ko'rdi. Endi parolni terib chiqaveramiz. Betga ptichkani qo'yib, betga parolni yozib kiraveramiz. Saytga kirgandan keyin xizmatlarga bosamiz. Pastrog'ida yuridik shaxslarning soliq hisobotlarini yuborishga bosamiz. Betga kirgandan keyin bizga mana elektronniy forma kerak. Ruscha ekan, buni o'zbekcha qilib olamiz. Mana 111 jismoniy shaxslar. Bu yerda mana jismoniy shaxslar. Birinchi shablonni skachat qilib olamiz. Shablonni skachatga bosib, misol uchun men Sadiskga hozir iyul oyiga 2026-yilga shablonni skachat qilaman. Mana shuni yozib turib, saqlanib qilsa skachat qiladi. Men saqlanib qilib bo'lganman. Buni skachat qilib bo'lgandan keyin uni Excel faylni to'ldirish kerak bo'ladi. Sadiskga kirib. Bunga kirib to'ldiriladi. Tepasini o'qib to'ldiriladi. Masalan 111 boshidan. Boshi 1, keyin ikkinchisi ishlaydigan odam, lavozimi, MPS bu qachon ishga kirganligini bildiradigan anaqa tepasini o'qib to'ldirilaveradi, xolos. Mana bu yerda oyiga 2 million, hozir 7-oy hisoboti bo'lgani uchun 14 million bo'ladi. Bu yerda oylikdan 12% 240 ming bo'ladi, 7 oyga 1.680 ming. Buni to'ldirib, mana bu yerdan saqlanib qilib pastga tushirib qo'ysak ham bo'ldi bunisi. Bundan keyin mana bunga o'tiladi. Bunga o'tgandan keyin birinchi faylni tanlanga bosiladi. O'sha boisida iyulni topib открыть qilinadi. Открыть qilingandan keyin hisobotni yuklashga bossa, uni o'sha boyiga Excel faylda daniylarni bu yoqqa kirgizib beradi. 14 million, 2 million xolos. Keyin mana bu yerga necha kishi ishlashi yoziladi. Soliqni tanlang deyapti. Birinchi soliqni tanlayveramiz. Hisobot yil 26 iyul oyiga hisobot. Keyin bir kishi mana bu yerga 12% yozamiz. 12% yozgandan keyin bitta moment qoladi. Bu MPS. Oylikdan 0.1%, 2 milliondan 2 ming so'm bo'ladi. 7-oyga 14 ming bo'ladi. Bo'ldi, shundan keyin jo'natishni bosadi. Jo'natiladi. Jo'natgandan keyin men jo'natib bo'lganman. Jurnalga bosib tekshirib qo'yiladi. Ketdimi, o'xshadimi yo'qmi? Mana qabul qilinganga bossa, mana 2026-yil iyul oyi qabul qilingan. Xullas shunday shunaqa.